Indiana ştatından Cumhuriyetçiler Partiyasının Kengash palata a'zosi Todd Young bilan Virginia ştatidagi Tim Kaine dushanba kuni Rim Katolik Rim papasi Fransiska birlashma imzoliq maktub avatib, papani Xitoydagi dinlarga ziyonkashlik qilish va kishilik huquq dafsandichiligini, bo'libmi Uyg'ur musulmonlarining Xitoy kompartiyasining ziyonkashligiga uchrashini ayblashga chaqirdi. Ikki Kengash palata a'zosi papaga yozgan ochiq xatida mundaq dedi: Uzun yillardan buyon Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur aholilariga qaratilgan umumiy terrorlik harakatlarini qo'zg'adi. 1 milliondan ortiq Uyg'urning kishilik huquq ma'rif lagerlarida tasvirligisiz dafsandichilikka uchirdi. Ularning tuqqanlari hech qanday javobga va qo'llashga erisholmadi. Xitoyning sonsizlagan ayollarni majburiy bola tushirishga, homildorlikdan saqlanishga yoki rozilik bo'lmagan ahvolda tug'ut operatsiyasi qildirishga majburladi. Bultur Sharqi Turkistonning tug'ish nisbati 24% to'vanladi. Mutaxassislarning tasvirlaganidek bu nopus qirg'inchilikning bir qismi. Xalqaro jamiyat qulluq va majburiy emgakni yo'qotishga tirishayotganda, Sharqi Turkistonda bu qilmishlar ijtimoiy kontrol va iqtisodiy ilgarilash quroli sifatida ishlatilyotdi. E'tiqod va madaniyat odatini oshqulluq va terrorlik bilan bog'laydigan qonuniy ramka ostida bu xil sistemalik adolatsizlik va qonunga xiloflik qilish ahvollari yuz berdi. Qisqasi, Xitoyning so'z, madaniyat va diniy e'tiqod huquqiga qarshi urush olib bormoqda. Amerikaning Gollandiyadagi elchixona amaldori Uyg'urlar bilan ko'rishdi. 2020 yılı 10. ayının 20. günü Amerika'nın Gollandiyada turuşluq baş elçisi Peter Hoekstra apandi Gollandiyadagi Yevropa Sharqi Turkiston Ma'arif jamiyatining hay'at a'zolari bilan tushlik tamoq ziyofatida ko'rishni planlagan bo'lib, Xitoy virusi sababli baş elchi kelolmay, baş elchiga vakolatdan Cheli apandi kelib hay'atlar bilan ko'rishdi. Cheli apandi Uyg'urlarning ahvolini angladi hamda idora hay'atining so'ragan savollariga javob berdi. Shundaqla muhim masalalar ustida muzokara olib berildi. Oxirda jamiyatning raisi Abdurahman Abdulla apandi bosh elchi Peter Hoekstra apandimga Uyg'urlarning kultur madaniyatini tasvirlab to'qilgan bir parcha gilam hadiya qildi. Tayvan Sharqi Turkiston jamiyati Xalqaro Olimpik komitetini Xitoyning Uyg'urlarni qirg'in qilishi sababli 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini bekor qilishga chaqirgan. Bu chaqiriqni Tayvan Sharqi Turkiston jamiyatining direktori He Chaodong 19 oktyabr Taybey vaqt kesida e'lon qilgan chaqiriqida o'ttirg'a qo'ygan. Uning ta'kidlashicha, agar Xalqaro Olimpik komiteti musobaqani bekor qilmasa, u keng ko'lamli boykot qilinishidan qochib qutula olmaydi ekan. U mundaq degan: Biz Xitoy chegarasi ichidagi barliq etnik millatlarning diniy erkinligi, kishilik huquqidan andisha qilayotgan kishilarni Xalqaro Olimpik komitetiga 2022 yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini bekor qilish to'g'risida davomli bisim ishlatishga chaqiramiz. Agar Xalqaro Olimpik komiteti uni bekor qilmasa, u musobaqaning keng ko'lamli boykot qilinishidan qochib qutula olmaydi. U dunyo sayyohat tashkilotiga o'xshash ikkinchi sharmanda xalqaro tashkilot bo'lib qoladi. Xitoyning ta'kidlashicha, Beijing hukumati nurg'un pul sarf qilib, Xitoyda nopusning ko'payishi eng tez bo'lgan bir rayonni 2-3 yil ichida Xitoydagi nopusning ko'payishi eng osti rayonga aylantirib qo'ygan. Avstraliya-Xitoy munosabatining jiddiylashishiga ergishib, Xitoy Avstraliya paxta eksportiga o'ch elish xarakterlik bisim tushirdi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Avstraliya paxta sanoatining bosh ijroiya amaldori Adam Say va Avstraliya paxta transport birlashmasining raisi Michael Cotton birlashma bayonotida Xitoy to'qimchilik fabrikalarining Avstraliya paxtasi ishlatishni vaqtincha to'xtatganligini e'lon qildi. Uchurlarga qaraganda Avstraliyaning necha 10 yildan buyon Xitoyga paxta eksport qilib kelgan. Avstraliyaning Xitoyga eksport qilgan asosliq dehqonchilik mahsulotlarining biri paxta bo'lib, yillik paxta eksporti 2 milliard 500 million dollarga yetadi. Egilenishicha, Avstraliya paxtasining taxminan 65% Xitoyga eksport qilinadi. Avstraliya-Xitoy munosabati 2018 yili Avstraliyaning Xitoyni davlatning ichki ishlariga aralashdi deb ayblashidan buyon nacharlashgan bo'lib, bu yil 4-oyda Avstraliya bosh ministri Scott Morrison xalqaro jamiyatni Xitoy virusining kelib chiqishi to'g'risida mustaqil tekshirishni boshlashga chaqirgandan keyin ikki tarafning munosabati texmo keskinlashdi.
Fijidagi bir faoliyatda Xitoy va Tayvan diplomatlari urushib qolgandan keyin taraflar bir-birini aybladi. Mushu oyning beshida Tayvanning Fijidagi savdo ishxonasida o'tkazilgan davlat kuni kutib olish yig'inida yuz bergan jidalda bir Tayvanlik beshi zaxmlangan, bir Xitoy yaralangan. Tayvan Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, kutib olish ziyofatidagi Xitoy mehmonlarining faoliyatga daxli yetkazib rasmga tushishi va mehmonlar haqida uchur to'plashi sababli bu qalaymaqonchilik yuz bergan. Bayonotda biz Xitoyning madaniyatsiz bo'ri jangchilarining Fijidagi diplomatimizga qilgan zo'ravonligini qattiq ayblaymiz. Davlat bayrami kunimizni biz davomli tabriklaymiz deyilgan. Xitoy elchixonasi bo'lsa davlat bayramini tabriklash faoliyatini tanqidlab, uning Fiji hukumatining aloqador qoida tuzumlariga xiloflik qilganligini ilgari surib mundaq degan. Shu kuni kechda Fijidagi savdo ishxonasi xizmatchilari rasmiy vazifasini o'rinlagan Xitoy elchixonasi xodimlariga ig'vogarchilik bilan hujum qilgan.